Hammaga assalomu alaykum, yurtdoshlar, vatandoshlar, ko'rib turibsizlar, avtovokzalning ichidamiz. Bironta o'rmonda yoki bitta targoviy sentrda emas avtobuslarimiz. Bizda avtovokzaldan avtovokzalga reyslar davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy dokumentalniy reyslar. Aka-uka opa-singillar tanlovlarda adashmasdan ko'rib turgan nomerga обращаться qilinglar, barcha batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Ushbu avtobusimiz Xudo xolasa bugungi kunda bu 3-reysimiz. Akalar, bizda kuniga 3 tadan 4 tadan avtobus yuradi. Moskvadan Toshkentga. Sankt-Peterburgdagi akalar uchun eshitib qo'yinglar, Piterdagi akalar juda ko'p telefon bo'ladi. Peterda pryamoy avtobus yo'q. Peterga hali avtobus qo'yilgani yo'q. Reyslar через Moskva amalga oshadi. Peterga yengil mashinalarimiz ko'p qo'yganmiz. Yengil mashinalarimiz adreslardan oladi, shaharda bo'lsanglar bizni eshiginglar tagidan olib, bizni avtobusda eshigi tagiga olib kelib qo'yadi. Bu yerdan Sobroxim vokzaliga ketasizlar. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tanlovlarda adashmanglar. Avtobusda eng zo'ri bizda, unutmanglar.